Yaxşımısınızlar dostlar? Menki Habibullamdan hammanglarga o'tliq salom. Bu yenim tug'an yigit bo'lsa, esil inimiz Ekber Shixo, Ekber Erkin. Bu Ekber Erkin inim müzik akkordlashtirish, müzik ovozga elish, müzik unum, so'qin qilish qatorliqmiz tahrirlashdan tortib hammashiga nihoyatda katta tezva inim. Meni oldingi qatimliq chatli usul naqshamni mana mishada o'zi akkordlashtirib, o'zi ovoz berib, o'zi so'qin qilib biz keng tomosha tarqatganlarni qizg'in olqa erishlarga erishib, taraflardan mushuni so'zib mavzularni ishlatganda bo'ladi. Ammo Ekber mush usulliq bo'lib, usulliq naqshlarga mush akkordlashtirib qolsa mush o'tiramay qolishlarda tamam peyzova. Endi nurg'un san'atkorlarimiz mishada muzikalarni o'ynaga oladi. Xotirjam holda mush Ekber Shixoning qishib kelsanglar, nayti ko'ngildagidek yaxshi qildim. Bugunmi mush bizniki Jurat Tursun ag'ayning muzikasini ishlagan Ekber Shixo akkordlashtirgan yarim demasman temisidagi naqshini mana ovozga olib hozir yaqinda tarqatmoqchi bu naqshni. Shunday yaxshi chiqdi. Buni sizlar bilan uchrashuvda qanday mush ovozga elishga nisbatan akkordlashtirishga nisbatan ehtiyojing bo'lib qolsanglar, xotirjam Ekber Shixoni izlasanglar, sizlar yarg'idaq turdi. Alamat qilib turdi. Rahmat.